Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun sizlarga ajoyib bir namatak mavzusi haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Bizning qo'limizga ajoyib bir namatak tushib qoldi. Bu Baxmal dalalardan, qizil olma o'sadigan joylardan kelgan. Uning rangini ko'rib havasingiz keladi. Bamisol turshak go'shti edi, lekin ana buni foydali tomonlari juda ham ko'p sizlarga. Ana buni 4 ta 5 tasini olib, ozgina namatak, ozgina ukrop urug'i, ozgina qalanfir munchoq hamda ozgina makkoyi pupagidan foydalanib, bitta termizga hammasidan aralashtirib ozgina tashab qo'ying. Kechqurun bir bo'lakcha navotcha bilan ertalab kompotday bo'ladi. Ana buni gettakini sovigan holatda kun bo'yi ichib yursangiz, ana buni birinchi o'rinda jigarga, sahrga, davlinaga juda katta foydali tomonlari bor. Aziz obunachilar, mana bu narsalar Siyob bozoridan, Samarqanddan, Siyob bozoridan mana Bektosh Xolbekov. Marhamat. Marhamat. Mana shu insonning giyohlaridan. Shunaqa narsalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Marhamat. Siyob bozori, Qurut bozor ro'parasi. Bektosh Xolbekov. Marhamat. Mana shu yer to'la giyohchilar olamiz. Sizga kerakli qanaqa giyoh bo'lishidan qat'iy nazar bu haqda ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bizga yozing, kutib qolamiz. Marhamat. Yana bir bor sizga namatagi go'zalligini namoyish etamiz. Marhamat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.